G'arb Rossiyani Markaziy Osiyodan siqib chiqarmoqchi. Rossiya TIV. O'zbekistonda o'g'il bolalar ko'p tug'ilmoqdami yoki qizlar? Yangi statistika e'lon qilindi. Tolibonning yangi qonuni dunyoni larzaga soldi. Qizning sukuti rozilik deb talqin qilinadi. Rossiya va Xitoy yangi global o'yin boshlayotgani aytilmoqda. Bekindagi uchrashuvning tafsilotlari ochilmoqda. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Rossiyadagi vatandoshlarimiz diqqatiga. Siz O'zbekistonga pul yuborishga ortiqcha foizlar yoki kurs pastligidan charchadingizmi? Unda sizlarga eng zo'r kursda yuborish imkonini beradigan Yubor ilovasini tavsiya beraman. Yubor ilovasi orqali yaqinlaringizga nafaqat dollar, balki Uzcard va Humo kartalariga ham so'm yuborishingiz mumkin. Yubor ilovasini Play Market hamda App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizga eng zo'r kursda pul yuboring. G'arb Rossiyani Markaziy Osiyodan siqib chiqarmoqchi. Rossiya TIV. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mikhail Galuzin G'arb davlatlari Rossiyani Markaziy Osiyodan siqib chiqarishga urinayotganini da'vo qildi. Bu haqda u Izvestiya nashriga bergan intervyusida aytgan. Galuzinning so'zlariga ko'ra, AQSh va Yevropa ittifoqi mintaqaning asosiy transport yo'laklari hamda tabiiy resurslari ustidan nazorat o'rnatishga harakat qilmoqda. U ayniqsa Washingtonning noyob yer metallari va muhim minerallar bo'yicha bitimlarini faol kengaytirayotganidan Moskva xavotirda ekanini bildirgan. Uning fikricha, bu Rossiyaning mintaqadagi iqtisodiy va siyosiy ta'sirini zaiflashtirishi mumkin. Bu oddiy iqtisodiy raqobat emas, balki Rossiyani siqib chiqarish va chegaralarimiz yaqinida G'arb nazoratidagi infratuzilmani yaratishga urinishdir degan u. Uning ta'kidlashicha, G'arb davlatlari Markaziy Osiyo mamlakatlariga iqtisodiyotni turli yo'nalishlarda rivojlantirish va tashqi tahdidlardan himoya qilishga qaratilgan tashabbuslarni taklif qilmoqda. Biroq Moskva buni Rossiya bilan tarixiy aloqalarni zaiflashtirishga qaratilgan siyosat sifatida baholamoqda. Shuni ta'kidlamoqchimanki, na Rossiya, na Markaziy Osiyodagi tarixiy do'stlarimiz va strategik hamkorlarimiz bunday ssenariylardan manfaatdor. Mintaqa davlatlari o'zga kuchlarning geosiyosiy o'yinida piyoda bo'lishni istamaydi. Biz umumiy manfaatlarimizni himoya qilish hamda Yevrosiyo integratsion hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha ishlashda davom etamiz, dedi u. O'zbekistonda o'g'il bolalar ko'p tug'ilmoqdami yoki qizlar? Yangi statistika e'lon qilindi. O'zbekistonda 2026-yilning yanvar-mart oylarida 191 mingdan ortiq tirik tug'ilish holati qayd etildi. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, hisobot davrida jami 191,086 ta tirik tug'ilish ro'yxatga olingan. Shundan o'g'il bolalar 98,5 ming nafarni, qiz bolalar 92,6 ming nafarni tashkil etgan. Tug'ilishlarning hududlar kesimidagi taqsimotiga ko'ra, shahar joylarda 93,7 ming nafar, qishloq joylarda esa 97,4 ming nafar chaqaloq tug'ilgan. Tolibonning yangi qonuni dunyoni larzaga soldi. Qizning sukuti rozilik deb talqin qilinadi. Afg'onistonda Tolibon muvaqqat hukumati nikoh va oilaviy munosabatlarga oid yangi qonunni qabul qildi. Hujjatdagi eng bahsli bandga ko'ra, balog'at yoshiga yetgan bokira qizning sukut saqlashi nikohga rozilik sifatida talqin qilinadi. Bu haqda France Post xabar berdi. Er-xotinlar o'rtasidagi ajrashish tamoyillari deb nomlangan 31 banddan iborat nizom Tolibon oliy yetakchisi Haybatulloh Oxunzoda tomonidan tasdiqlangan. Qonun voyaga yetmaganlar nikohi, bedarak yo'qolgan turmush o'rtoqlar, zinoda ayblash va majburiy ajrashish bilan bog'liq masalalarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, qonunda bolaligida turmushga chiqarilgan shaxs voyaga yetgach nikohni bekor qilishi mumkinligi ham qayd etilgan. Yangi nizom Tolibonning ayollar va qizlarga nisbatan olib borayotgan siyosati ortidan xalqaro miqyosda yangi tanqidlarga sabab bo'ldi. Inson huquqlari himoyachilari bolalar nikohida haqiqiy rozilik bo'lishi mumkin emasligini ta'kidlamoqda. Bolalar nikohi hech qanday ma'noda haqiqiy nikoh emas. Bola to'g'ri rozilik bera olmaydi va sukunatni rozilik deb bilish xavflidir. Chunki bu qiz bolani o'z ovozidan butunlay mahrum qiladi, dedi siyosiy sharhlovchi Fahima Muhammad. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi, surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan, siz izlagan tabiiy yechim. Rossiya va Xitoy yangi global o'yin boshlayotgani aytilmoqda. Pekindagi uchrashuvning tafsilotlari ochilmoqda.
20-may kuni Pekindagi xalq yig'inlari maydonida boshlangan rasmiy uchrashuvlar Si xuddi shu joyda Donald Trampni qabul qilganidan bir necha kun o'tib deyarli bir xil formatda yuz bermoqda. Xitoy va Rossiya yetakchilari o'rtasidagi muzokaralar dastlab nozik masalalarni muhokama qilish uchun tor doiradagi uchrashuv bilan boshlandi. So'ngra har ikki yetakchi o'z delegatsiyalari bilan keng doiradagi uchrashuv o'tkazdi. Putin esa o'z nutqida ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar yaxshi o'sish sur'atini ko'rsatayotganini aytdi. Moskva va Pekin o'rtasidagi munosabatlar misli ko'rilmagan darajada yuqori darajaga yetdi, dedi Putin. TASS xabariga ko'ra, u so'nggi 25 yil ichida Rossiya va Xitoy o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 30 baravardan ko'proq oshganini qayd etgan. Shuningdek, Kreml rahbari Yaqin Sharqda davom etayotgan inqiroz sharoitida Rossiya ishonchli energiya yetkazib beruvchi bo'lib qolayotganini ta'kidladi. BBC'ning yozishicha, Putin Sini kelgusi yili Rossiyaga tashrif buyurishga taklif qildi va Pekin hamda Moskva o'rtasidagi munosabatlar global barqarorlikka yordam berayotganini qo'shimcha qildi. Si oxirgi marta o'tgan yilning may oyida Rossiyaga tashrif buyurgandi. Rossiya ovlariga ko'ra, Putin avvalgidek Sini aziz do'st deb atagan. Rossiya rahbari shuningdek xitoycha maqolni esga oldi. Bir kun ko'rishmasak ham 3 ta kuz o'tgandek tuyuladi. Bu odatda muhim voqeaning sodir bo'lishini yoki maqsadga erishishni uzoq va qiyinchilik bilan kutishni ifodalash uchun ishlatiladi. Si Szinpin o'zining kirish so'zida ikki davlat milliy taraqqiyot va qayta tiklanish borasida bir-biriga yordam berishi kerakligini aytdi. Si Putinga Xitoy Rossiya munosabatlari bunday darajaga yetganining sababi har ikki davlat o'zaro siyosiy ishonch va strategik hamkorlikni doimiy ravishda chuqurlashtira olgani ekanini aytgan. Shuningdek, Si dunyo yana changalzor qonunlarga qaytish xavfi ostida ekanini qo'shimcha qildi. Hozirgi xalqaro vaziyat murakkab va beqaror. Bir tomonlama gegemonlik avj olmoqda. BMT Xavfsizlik kengashining doimiy a'zolar va muhim dunyo kuchlari sifatida Xitoy va Rossiya uzoq muddatli strategik qarashni qabul qilishi hamda yanada adolatli va teng huquqli global boshqaruv tizimini yaratish uchun hamkorlik qilishi kerak, deya Sining so'zlarini keltirmoqda BBC nashri. Xitoy davlat ovlariga ko'ra, Si Szinpinning Yaqin Sharqdagi vaziyat hal qiluvchi pallada ekanini va hozirda urushdan tinchlikka o'tish davrini boshdan kechirayotganini aytgan. Shuningdek, Xitoy yetakchisi harbiy harakatlarni to'xtatish shart ekanini va mojaroning qayta tiklanishi qabul qilib bo'lmasligini qo'shimcha qildi. Yaqin Sharqda tinchlik va barqarorlikni saqlash hamda targ'ib qilish bo'yicha mening 4 banddan iborat taklifim xalqaro yakdillikni yanada mustahkamlash, keskinlikni yumshatish, mojarolarni kamaytirish va tinchlikni targ'ib qilishga hissa qo'shishga qaratilgan, deya Sidan iqtibos keltirmoqda Sinhua nashri. Si o'tgan oyda 4 banddan iborat taklifni Abu Dhabi valiahd shahzodasi bilan uchrashuvda ham ilgari surgandi. BBC tahlilchisi Vitaliy Shevchenkoga ko'ra, Xitoy pullari va texnologiyalarisiz Putinning Ukrainaga qarshi urushi allaqachon tugagan bo'lishi mumkin edi. Chunki Xitoy Rossiyaning eng yirik savdo hamkori bo'lib, u Rossiya neft eksportining deyarli yarmini sotib olmoqda. Kreml elitasi uchun esa Rossiya iqtisodiyotini saqlab qolish, urushni davom ettirish va hokimiyatda qolish uchun aynan shu pullar kerak. Ukrainadagi urush tufayli g'arb ishlab chiqaruvchilari Rossiyani tark etganidan keyin ularning o'rnini Xitoyning iste'mol tovarlari, masalan, avtomobillar egallamoqda. Xitoy urushni ochiqchasiga qo'llab-quvvatlamagan bo'lsa-da, uni to'xtatish uchun o'z qo'lidagi ta'sir rishtalaridan foydalangani ham yo'q. Uchrashuvda doimgidek Rossiya va Xitoy munosabatlari misli ko'rilmagan darajada yuqori darajaga yetgani ta'kidlandi. Odatda bu tashabbus har doim Rossiya tomonidan yangraydi. Ikki tomonlama savdo hajmi rekord darajaga yetgani haqiqat. Ammo diplomatik til masalasiga kelganda xitoyliklar ehtiyotkorroq, hatto nozikroq yondashadi. Si o'z hamkasbini eski do'st deb ataydi va ularning aloqalarini mustahkam va og'ishmaydigan deb ta'riflagan. Xitoy yetakchisi odatda puxta tayyorlangan ssenariyga amal qiladi va munosabatlar haqida balandparvoz ritorikadan foydalanishdan ko'ra ustunlikni o'z qo'lida ushlab turishni afzal ko'radi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.